Hammaga salom sizlar. Bu sizlar bilan men Ibol Gamer. Bugun sizlar bilan Car Parking o'yinini o'ynab mazza qilib dam olishga harakat qilamiz. Bugun Car Parking o'yinida men yolg'iz emasman. Do'stim ham bor, Samir. Salomlashib qo'y. Hammaga salom beradi. Sizlar bilan men Samir. Free Fire men o'zim YouTube kanalim bor. Boshqa videosiga chiqaman. Qani bolalar, bugun sizlar bilan Car Parkingda mana shu BMW E60 mashinasini tuning qilib ko'ramiz. Qani Bola bu videoga oddiy bitta tuning qilmaydi. Hamma mashinaga любой mashinaga kirib o'ynab ko'radi ham. Haybosh. Da. Qani tuningni boshladik. Birinchi dvigatellarni qo'yib chiqamiz. E16 motor. Kimni ko'ryapsizlarmi bo'lamini? Mana hozir. Hop, mana. Мечтаю. Ko'ryapsizlarmi bo'lar? Вот, ох, хочется манисной. Udarrat ketadi. Xo'sh, hammasini qo'yib chiqamiz. 10 minglik ballon, 200 minglik turbo. Mana Bosh bitta sirni aytasan bolaga. Qancha tez bo'layotganingni. VIP. Bola bu sirni aytaman. 2 yildan beri Car Parking o'ynaydi, hamma mashina o'rgan. Xo'sh, mana Mers bot, Mersda tuning qilamizmi? Bosh. keldi. Xo'sh, endi E60 ni birinchi davay Rangi ko'kin. ko'k. Uncha yarashmaydi. Mana shu. Davay qora. Yo'q, bu g'alati rangi. Yashilchi. Yashil zo'rdir. Mana shu yashil. Bunaqa qilib, bu yerda birozgina Realistik mayli. Shtoy. Mana tuning emotsiyalarini qo'ysa bo'ladi. Xo'sh, endi yaxshi turdi. Davay listosiga O'zbekiston bayrog'ini chizamiz. Tamam. Bayroqqa esa qanaqa bir O'zbekiston bayrog'ini qo'yamiz anaqa. Ikkita tarafiga bo'lib bo'ladi. Bitta. Tamam qo'y. O'zbekiston bayrog'i. Nomer Man qo'y. nomer o'zi yasalganlari bor. Olti. Eng qimmat nomer ana shu. Bilmaydi ular. Oltini qo'y. Eng qimmat nomer ana shu. Endi Ko'ryapsizlarmi? mana bunaqa qilamiz. Seit qo'yma, bu yaxshi ko'rma. Ko'k va qizil qilsak chiroyli bo'ladi. Transformatsiya bormi? Xo'sh. Tonirovka. Endi davay ana shu nimasiga O'zbekiston bayrog'i chizamiz. Давай chiz. Shtoy. Xo'sh. Birinchi ko'k rang qilamiz. Baland ko'k. Yaxshi. Sal yaxshi ko'rinmayapti. Balandroq. Böyle. Bilmaydi baland. Yo'q qo'y. Mana shu ko'k yaxshi. Haydi давай. Endi oq qizil. Mana. Endi bunday qilamiz. Bitta maydarog'ini chizib olamiz. Shu yerga keltirib. Xo'sh. Qizil rangga bo'yaymiz. O'qillik. Mana qizil va maydaroq qilib qo'yamiz. Maydaroq. Juda mayda, chunki buni nimasi kichkina Tanatdan ham qo'shib shu yerga qo'yib qo'yaylik. Shinaroq qilib qo'y. Mana o'xshadimi? Yana biroz kichkina. Böyle. Xo'sh. Opa. Yana bu yoqroq. Böyle. Endi oq. Endi ana bundan bitta nusxa olib, bag bo'ylab chiqib, bundan qaytib qilamiz. Xo'sh. Endi mana buni yana bag. Emas. Bag. Yana bitta shuni qo'yamiz bunda. Endi oq kerak-ku. Oq rang. Oq. Va birozgina maydaroq qilib shunday yaxshi. Yashil. Mana
Endi yashil. Endi ana shu o'qdan bitta nusxa olamiz va qizil uchun joy qoldirib birozgina kattaroq qilib yashil rang qilamiz. Bu yerga ham qizil bo'ladi. Читают. Mana qizildan bak do'stlar bak. Endi qizil qani yo'q, qizilni olib tashlab yangi yasaymiz qizil. Yashil sig'maydi. Mana o'qni kishi o'qni yo'qot. Yashil. Tamam. Yulduzlarni ham qo'yib chiqamiz. Tezkor o'lchoq. Yulduz bittaga oy kerak, oy. Oy ham bor. Ketma-ketdan shu kichkina narsani qo'ysang bo'ladimi? Bo'ladi. Читают. Mana ikkita yulduz şey. İki. Yo, ana bir şeyden keyin 6 qo'ydi. Oltita emas, sen O'zbekiston bayrog'ini ko'rmayapmisan? Ama bu savodsiz uchun like bosinglar. Мечтают. Yana bir qator qilsa yetadi. Mana Şu videodan obuna kelsak, mana car parkingdan chiqaramizmi yo Minecraftdan? Minecraft'dagi Ikkinchi do'stlarimiz qismi bilan chiqadi. o'ynaganimizni ikkinchi qismini ham chiqaramiz. Mana bu tatuirovka ham bor. Yo'q, chiroyli chiqmaydi. O'zimiz yasaganimiz yaxshiroq bo'lib qoladi. Mana Boshlaydi kishi. kichikroq qilamiz. Ana Pastroq qo'yish kerak. o'xshagan bo'lsa kommentariyada o'xshab deb yozib Filosofiyga qo'ying. o'xshab deysan. Endi biz yana qanaqa qilishni o'rganib bo'lishimiz kerak va videoni to'xtatib turamiz. Bo'laqani boshladik. Biza o'ylab ko'rdik. Nima qilishni olamiz. Endi Chetiga ana bu. tuyningga ana bunaqa Orqasiga narsa qo'yish. bo'yga mo'ljallarni qo'yamiz. Birinchisi zo'rroq. Kattaroq u. Davay. Mana shu zo'r. Menga mo'shin rangi yoqmayapti. Davay. Banfer o Chisi Venezuela. orqa banfer. Mersiga o'xshayapti daqda. Mana Chisi BMW. BMW olmuş ne? BMW'nin yüzüne koyup koydu. Bu qiyin ishimiz uchun obuna bo'lib, mehnatimizni qadrlagan holda obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Montajlarga 2 soat vaqt ketadi. Shuning uchun mehnat qadrlagan holda like va obuna bosib qo'ying. tepasiga mana shu yashil turadi. Tamam da. Tamam. Chisi BMW'nin o'zi. Endi Krelni yo'q, balon diskalarini tayyorlaymiz. Diskasini mana shunaqa qizil rang qilsak chiroyli chiqar ekan. Xo'sh, qizilga salqin zo'r chiqdi. Va mana bu mana shuni biroz yo'q. Mana
Sonrasına biraz ko'taramiz. Mana rangini o'zgartirish kerak. Bo'ladi, taxminlaydi. Давай. Driftchi. Davay mana shuni ana bu yerga Husanovning kiyimini chizib qo'yamiz. Давай. Husanovning kiyimi menimcha o'xshatolmayman, lekin baho berib qo'yasizlar. İşte. Ben bunaqa bo'lsa Manchester bu. bir minut. Manchester. Mo'jizaning rangini o'zgartirish kerak. Daha şöyle. Ha qizil zo'r. Yo, haqiqiy pulga ekan. Mayli. Mana. Mo'jina rangini Ya bu qizil qilamizmi? Qizil qilgan. Or bosman ekan. Yo bemaydi. Mana Ko'k bularni- yaxshi ko'k. Hammasini shunaqa qilib chiqsak, ana endi qizilga o'xshadi. Давай bo'ldi. Hozir mayonga kirib mana chiroyli turdi menimcha. Ana bular Ketding. yarashadi. Drift. Давай. Keyinroq Abduqodirni rasmini chizib qo'yamiz. Rasm emas, kiyimini. Qani go. Online yo'q. Online o'zbek serveri. Mana meni nikim strah. Qani City 1 go. Keyin videoning oxirida bu mashinani ham sotamiz. Qani kim qancha taklif qilar ekan. Qani go. Videoni cho'zmasdan o'zi kirganman. Ha, darrov kiradi. Ketdi Oy, motor. oy. Ha shuna gonkalashaqami? Mana jiyamda. Mana kaklas. Pulgani? Da. 5 ga xolos. Boş bermeyeceğim ben bitti. Yazın. Hozir go. Birozgina ovozini past qo'yamiz. Baland olmaz aka. Yo, Git. Bilan mı yürüyorsun? Ha bu cihan. Uxladi. Qara to'g'ri yur gider. Ben yuribsan bo'ldi. Baland qilib bitta bir mazasini uchirishga. Mazani Jikilik. böyle yutti 2000 dolar bizga. Qanaqasiga? Nima? Qanaqasiga? Ular ko'rib turibdilar-yu. 8 sekundda kelgan deyapti. Shunaqa uzoq masofani. Bu yerda bak yo'qchilachi. Buni mashinasini, HP'sini ko'rish kerak. Bizni yutqazdi deyapti. Biz undan o'tib ketgan edik. U o'yindan chiqib ketgani uchun. Tushundim. O'yindan chiqib ketgan. Uni olmaslik kerak. Davay drift modni yoqamiz. Drift mod ketdi. Qara. Sekin. Davay biroz ko'taroq joy. Burulamiz. Birontasilar golga yetaklashib. Pachoq. Ishimiz pachoq bo'ldi mana. Pembechamiz. Hozir buni tuzatamiz. Sekinroq. Davay salon. Davay savdoga taksiga ishlagan. Yo'q, salondan ko'rar. Ho. BMW salonlardagidek chotki bo'ladi. Qaranglar. Pastga yetgan var ular. Bayroqni ko'rasizlarmi? Qani go birinchi listovda haydab ko'ramiz. Tezligi 300 ga. Drift modni o'chirish esdan chiqdi.
Qani ketdik. Montasmangan qayta qilsin. Bozordan mashina ham ko'ramiz bugungi videoda. Bu videoga juda hammasini tuning qilolmaymiz. Ko'rsatingizlar bitta mashina tuning qilish uchun ko'p vaqt olibdi. O'sha uchun bu mashinani oxiriga sotamiz. Ana VIP degani yo'qda yozibdi. Musorku. 20 zeyt. 10 millionga sot. Videolar ana shu yerda bunda. Sotga shu sot. Bozorga ham kelib oldik. Ana bu qiz chatda yozibdi. Mayli. Ana bu cheat qilingan. Mashinalar. Bu yerda mashinani sotsak ham bo'ladi, lekin hozir sotmaymiz. Mashina modeli. Ana bu cheat qilingan. Cheat qilingan mashinalar. Ko'ramiz bu yerlarni. Emotsiya olamiz. Bu yerda mana bu mashina qo'yish yozamiz. Cheat yoki vinil olamiz. Cheat yoki vinil Hadi cheat yoki vinil. olaman. Budjet 40 milyon. Nima dedi? Endi kutamiz. Qani bizga yozishlarini. O'ri. Mana bular gelik sotilyapti. Gelikni olamiz. Iloji yaxshi mashina yo'q. Va gelikni oldik. Mana yozuvni o'qiymiz. Kurzlarni короче o'qiyolmadim. Bizdan 3 million yechib olindi va bizlarniki ana bu gelik endi. Minamiz. Ana BMW'ni sotishga qo'ymaysan. Dava BMW'ni ham sotamiz. 3 millionga. Tuning qilingan BMW 3 millionga sotamiz va ana 300 millionga sot. hech kim olmaydi. 100% hech kim olmaydi 300 millionga. Ketsa 3 million ketar. O'zi BMW 500 ga turadi. Ham o'zi 200 ga tuning qilganmiz, 700 ga bilan 3 millionga hech kim olmasa kerak. Xo'sh. Dava 1 million. Yo'q, buncha bo'lmaydi. 3 million 500. 3 million 500 edi. BMW. Mana 3 million. Sotilish qo'yildi. Xo'sh. No name keldi. Pachaq qo'yganda Ay, olmaydi unda yo'q. oladi buni. Oldi. Mana No name oldi. Kirisa no name. bizning mashina ham sotildi. Shu bilan video tugadi. Obuna bo'linglar. Sizlar bilan Ibo Gamer va Free Fire'langan bo'ldi. Mana Xayr. mana shu bizni olgan yangi Mashinamiz edi. Mez. Sog' bo'ling. Hamma xayr.